Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Python dastlabki seviye programlalash darsining 10-chi qismiga menga xush keldinglar. Ko'rayotganinglardek biz oldingi soatlik darsimizda, ya'ni 9-chi qism darsimizda rasyalgan qimmatini o'rgangan. Uni oldingi soatimizda shartlik ayirma jumlasini o'rgangan to'q. Biz bugungi soatlik darsimizda shu rasyalganlik qimmatiga munosabatlik shartlik ayirma jumlasiningki farqli shaklini ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganinglardek biz oldingi soatlik darsimizda shu almashish etishga munosabatlik shu misolni ko'rib chiqqan to'q. Masalan, 50 lira, yani lira tang 50, 10 kilo olmaning bahasi 50, undaq bo'lgan vaqtda lira cho'ng yoki tang 10 kilo olmadim. Agar bu shakl bo'lib qolgan vaqtda selishtirum jumlasi orqali rasyalganlikni ayirib, undan keyin bizga chiqarib beradi, tushunami? Masalan, ko'rayotganinglardek mana almashish etib olasiz, ammo yanchiq qolmaydi deb chiqargan qildik. Bu yerdagi shartlar rost bo'lganligi uchun bu shaklda chiqadi. Agar bu yolg'on bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, buning qimmatini 30 degan bo'lsak, ya'ni 30 50 dan cho'ng yoki tang bo'lmaganligi uchun yolg'on deb tunib ijro qilmaganligini biz oldingi soatda ko'rib chiqdik. Endi biz bugungi soatlik darsimizda else jumlasini, ya'ni if bilan birlikda keladigan else jumlasini o'rganib chiqamiz. Undaqda old bilan else bilan tanishib chiqaylik. Endi qaraydigan bo'lsanglar, biz bugungi o'rganayotganimiz else. Yani else bo'lsa if jumlasi bilan birlikda ishlatiladigan bo'lib, uning vazifasi agar mundaq bo'lsa, mundaq bo'lsin yoki undaq bo'lmasa boshqacha bo'lsin degan shaklda bo'ldi. Ya'ni else jumlasi bir masalaga qarata ikki xil natija bekitishga ishlatiladi. Mundaq yoki undaq deganga o'xshash. Masalan, biz ma'noda faqat mundaqlan ba, undaq yo'q. Undaq deganni qanday tushunimizga vaqtda, masalan, 30 lira, yani 30 lira cho'ng yoki tang 10 kilo olmaning bahasi, yani 50 lira. Tushunami? Bu şekilde yalgan deb chiqadi, shunday ijro bo'lmaydi ko'rganimizdek. Bu mundaq javob. Agar unda bo'lmay boshqa bo'lib qolsa, uning javobini o'zimiz bekitalaymiz degan. Masalan, ko'rayotganinglardek bu shaklda. Masalan, mundaq bo'lsa, mundaq bo'lsin. Agar bundaq bo'lmasa, mundaq bo'lsin degan ma'noda bo'ldi. Masalan, agar lira 10 kilo olmadan cho'ng bo'lsa, mana shaklda chiqadi. Mundaq bo'lmasa, mana shaklda chiqadi. Ko'rayotganinglardek, yani chuqimizga qoldiq sonma yetmay qoldi. Mana shakl chiqdi. Ya'ni bu yerda mundaq bo'lmay qoldi, mundaq bo'ldi. Masalan, x tang 10, y tang 20. Agar x tang y. Aytam mana shakl bo'lsa, print x bilan y tang. Bu şekilde yazdık. Else print x bilen y tang emas. Bu şekilde. Qaraydigan bo'lsanglar, oddiy misollardan birisi x'ning o'zi 10, y'ning o'zi 20. Agar x bilan y tang bo'lsa, ma'ni yozib chiqadi dedik. Ya'ni x bilan y tang dedik. Agar tang bo'lmay qolsa, bevosita mana shaklda ijro qilib, x bilan y tang emas. Ya'ni tang bo'lib qolsa, rost bo'lib x bilan y tang chiqadigan. Agar yolg'on bo'lib qolsa, ya'ni tang emas bo'lib qolsa, mana shaklda x bilan y tang emas deb chiqarib berdik. Undan keyin ijro qilgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsanglar, x bilan y tang emas deb mana shaklda chiqarib berdi mana. Bu yerda rasyalgan qimmatini bu shaklda if bilan else bu şekilde mundaq bo'lsa, undaq bo'ldi, undaq bo'lmay qolsa, boshqacha bo'ldi degan o'xshash jumlalarda mana shaklda ishlasanglar bo'ladi. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanishi uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.